Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Alloh taologa hamdu sanolar hamda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga bitmas tuganmas durud va salovatlar hamda salomlar bo'lsin. Bugun sizlar bilan xufton namozini o'qimay uxlab qolish yengillik emas, balki katta yo'qotishdir. Bugun sizlar bilan ushbu mavzuda suhbat quramiz. Hozirgi zamonaviy hayotimiz juda tezdir. Insonlar hozirda judayam shoshilib yashashadi. Vaqt tez o'tadi. Kunlar uzun, tunlar esa qisqadir. Ishdan charchab kelgan insonlar albatta xufton namozini o'qimasdan uxlab qoladilar. Bir marta kechikdik, keyin esa odat bo'lib qoladi. Ammo xufton namozini tark qilish nimaga olib keladi? Islom dini bu haqda nimalar deydi? Agar odamlar xufton va bomdodda namozlaridagi ajrini bilganlarida edi, emaklar bo'lsa ham u namozlarga kelar edilar. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadislar bor. Bu namozning ajri shunday kattaki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam agar odamlar uni savobini bilganlarida, hatto yura olmasalar ham emaklab kelgan bo'lar edi deb ta'kidlaganlar. Qur'oni Karimda namoz mo'minlar uchun belgilangan vaqtlarda farz qilingandir. Niso surasi 103-oyat bor. Har bir namoz muayyan vaqtda o'qilishi kerak. Xufton namozi shomdan keyin uxlashdan oldingi eng muhim ibodat hisoblanadi. Namozni tark qilganlar halokatga duchor bo'ladilar. Maryam surasi 59-oyat. Namozni tashlab yurgan kishi oqibatda halokatga yuz tutadi. Xufton namozi ham bu oyatlar doirasiga kiradi. Bizni namozdan ayirgan narsa bilan bizni kofirlardan farq qiluvchi narsa namozdir. Kimki namozni tark qilsa, u kofirlikka yaqinlashadi. Imom Termiziy rivoyat qilgan. Namoz iymonning belgisidir. Tungi namozlar insonlarning qalbini, ruhiyatini tozalaydi. Undan uzoqlashish ma'naviy o'limga tengdir deyilgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kechasi uxlashdan oldin namoz o'qishga targ'ib qilganlar. Namoz ruhiyatni yengillashtiradi, uxlashni barakali qiladi. Hadisi sharifda kim kechasi isha, ya'ni xufton va bomdodni jamoatda o'qisa, go'yoki u butun kecha ibodat qilgandek bo'ladi deganlar. Imom Muslim rivoyat qilgan. Xufton namozi kechaning kalitidir. Uni o'qimay uxlash qalbga zulmat tushiradi. Munofiqlarga eng og'ir bo'lgan namoz xufton va bomdod namozidir. Hadisi sharifda Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Uyda yostiqda uyqu go'yo shirin. Ammo payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam bu ikki namozga beparvolikni munofiqlikka belgisi deb ataganlar. Bu qattiq ogohlantirishdir. Xufton namozini o'qimasdan uxlab qolayotgan bo'lsangiz, tungi dasturlardan uzoqlashing. Xuftonni oilaviy o'qishga odat qiling. Uyda tinchlik muhitini yarating. Telefonga eslatma qo'ying. Allohdan do'zaxdan saqlanishini tilab duo qiling. Namozni mukammal ado qiling, zero Alloh taqvolilarni yaxshi ko'radi. Tavba surasi 4-oyat. Bir kecha tark etilgan namoz bir marta ruhiy juftlikni yo'qotish kabidir. Har kecha xufton Alloh bilan so'nggi uchrashuvingizdir. Uni tark qilmang. Hadisi sharifda namoz mo'minning miqyosi, Alloh bilan muloqotidir deyilgan. Kechalari g'amsiz uxlashni xohlasangiz, u holda Alloh oldida sajda qilib ruhingizni yuving. Xuftonni tark etmang. U sizni oxiratga tayyorlovchi nurdir.
Hayot nihoyasida barchamiz qabrga yuz tutamiz, ammo qabr tinch dam olish joyi emas, balki oxiratga tayyorgarlik boshlanadigan voqelik hayotining boshlanishidir. U yerda qanday hayot bor? Qur'on va hadislarda bu haqda nima deyilgan? Suhbatimizni davom ettiramiz. Odamlardan biri vafot etgan paytda, ey Robbim, meni qaytargin, shoyatki men yaxshi amallar qilsam deb iltijo qiladi. Yo'q, bu faqat gap. Ularning orqasida qayta tirilishigacha barzax to'siq bor. Mo'minin surasi 99-100 oyatlar. Barzax bu inson ruhi tanadan ajralgandan keyin qayta tirilishigacha bo'lgan hayotdir. U yerda inson o'z amallariga yarasha ne'mat yoki azobda bo'ladi. Qabr yo jannat bog'laridan bir bog' yoki do'zax jarliklaridan bir jarlikdir. Ibn Hibbin rivoyat qilgan hadis. Agar inson dunyoda iymon va solih amallarda bo'lsa, uning qabri kengaytiriladi, jannatning hidlari keladi. U uxlab yotgan holda jannat ne'matlarini his qiladi. Hadisi sharifda mo'min kishi vafot etsa, unga jannatdan joy ko'rsatiladi, qabrni kengaytiriladi, jannat shamoli bilan orom topadi. Termiziy rivoyat qilgan. Kofir kishi vafot etsa, unga do'zaxdan joy ko'rsatiladi, qabri tor qilinadi, temir kaltaklar bilan uriladi. U qichqiradi, uni odamlar eshitmaydi, faqat jonzotlar eshitadi. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan hadisi sharif. Olovga kiritiladilar. Tongda va shomda qiyomat kelganda Fir'avn ahlini qattiq azobga soling deb aytdilar. G'ofir surasi 46-oyat. Bu oyatlar barzaxda ham azob va ne'mat borligini tasdiqlaydi. Faqat qiyomat emas, qabrning o'zi ham hayotdir. Qabrda inson ikki farishta, Munkar va Nakir keladi. Savollar: Robbing kim? Dining nima? Rasuling kim? Hadisi sharifda qabrga mo'min tushsa, u xotirjam javob beradi. Kofir va munofiq esa bilmayman deydi. Abu Dovud rivoyat qilgan. Alloh mo'minlarni bu dunyoda va oxiratda sobit so'z bilan barqaror qiladi. Ibrohim surasi 27-oyat. Iymon egalari javob berishda yordam oladi, ruhi xotirjam bo'ladi, lekin munofiqlar to'satdan hayrat va qo'rquvga tushadi. Hadisi sharifda inson qabrga tushganida uning yonida amallari keladi. Namozi, ro'zasi, Qur'on o'qishi unga yordamchi bo'ladi. Ahmad rivoyat qilgan. Qur'on tilovati, namoz, ihson barchasi qabrda nur kabi odamni qo'riqlaydi. Qabr bu jonli hayotning oynasidir. Ey Alloh, qabr azobidan, do'zax azobidan va Masih Jaddol fitnasidan meni saqla. Imom Muslim rivoyat qilgan. Har bir mo'min qabr azobidan panoh so'rab, dunyodagi har kunini oxiratga tayyorgarlik deb bilish kerak. Qabr oxirgi manzilimiz emas, u barcha amallarimizning natijasini ko'ruvchi oxiratdagi birinchi manzilimizdir. Qabrda biz haqiqiy do'stlarimizni, namoz, Qur'on va ixlosni topamiz. Barzaxdagi hayotimizning o'zimizning bugungi amali belgilaydi. Qabr sizni hamda bizni kutayotgan real hayotdir. Unga tayyormizmi? Alloh taolodan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam so'ragan jamiki yaxshiliklarni so'rayman. Alloh taolodan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam so'ragan jamiki yomonliklardan panoh so'rayman.
Alloh sizlarni hamda bizlarni o'zining qabr hamda do'zax azobidan asrasin. Sizlarga ham bizlarga Alloh o'zining jamolini hamda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga qo'shni bo'lishdek sharafni musharraf etsin. Sog' bo'ling.